Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Srochniy juda arzon narxda hozir 3 xonali zo'r xonadonimizda sotilyapti. Arzonligini hozir men sizlarga mazmunini tushuntirib beraman. Videoning oxirida esa kommentariyada narx to'g'ri keladimi, yo'qmi o'zingizlar fikringizni kutib qolaman. Lekin bizni shunaqa narxda baholadi, Srochniy bo'lgani uchun ham. Endi esa manzilga kelamiz. Manzil Sergeli 1 da joylashgan, ya'ni hozirgi kundagi Yangi Hayot tumani. Qo'shimchasiga bu xonadonni orientirovkasini oladigan bo'lsa, shundoq 5-bekat metrosining yonida mana Mamatda Izumrud restorani hisoblanadi. Mamatimizda katta yo'l ko'rib turganinglarda. Uje mana shu qatori o'zida 5-6 ta magazin, nejiloy o'quv markazlari qilingan. Nejiloy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi bu xonadonimizni. Ko'rib turganinglarda, mana bu orqa огородimiz bo'yapti. Bu xonadonimizda qo'shimchasiga o'sha oldi orqa огородlari mana va qo'shimchasiga bu xonadonimizni siz ipoteka orqali ham xarid qilishingiz mumkin bo'lyapti. Endi bittalab uyni tanishtirib o'taman. Xonadonga kirib kelaverishimiz bilan ko'ryapsizlar, standartniy ulучшенный planirovka, o'ng qo'limizda zal, chap qo'limizda esa mana детский spalnilar ko'ryapmiz. Bu yerda o'zi kladovka bo'lishi kerak edi. Kladovkani o'rniga ham akamiz mana sanuzillarni ko'chirtirganlik keng katta qilib oshxonaga o'tamiz. Oshxonaga o'tganimizda esa oshxonani balkonga ko'chirganlarning hisobiga yana bitta xona yutgani ekanlar. Xullas umumiy maydoni 78 kvadrat metr tashkil qiluvchi 5-bekat metrosini shundoq yonginasida joylashgan 3 xonadan iborat birinchi etajdagi oldi orqa огородlari bilan qo'shimchasiga buni aytib o'tganimni natural qilib ham foydalanishingiz mumkin bo'lgan xonadonga kvadrat metr uchun $1000 dan baholadi. Ya'ni xonadonimizning narxi $78,000 bo'lyapti. Fikringizni izohlarda kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.